Angliyadagi Uyg'ur sudi ichilish oldida Amerika Birlashma Agentligi muhojiratga bir qancha Uyg'urning so'zini naql keltirib, Xitoy doiralarining Sharqi Turkiston musulmonlariga majburiy bola tushirish va qiynash qatorliq vahshiyliklarni qo'llanganligini o'tirg'a qo'ydi. Xabarda tilga ilingan bir Uyg'ur ayol Birlashma Agentligiga o'zining 6,5 oy homildor bo'lganda bola tushirishga majburlanganligini aytgan. Sobiq doktor Sharqi Turkistondagi intayin qattiq tug'ut cheklash siyosatini tasvirlagan. Türmege qamalgan bir Uyg'ur erning aytishicha, u atdiganning kechgacha Xitoy askarlari tarafidan qiyin qissa qilingan. Xabarga qaraganda, bu Uyg'urlar bugun o'tkazilgan Angliyadagi Uyg'ur mustaqil sud mahkamasida guvohlik beradigan. Bu xalq sudi o'tgan yili Xitoyning Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilmaganligini tekshirish uchun qurilgan. Buning ichida 4 bolaning onasi Maryam Rozi mundaq degan: Hükümet onu öz içine algan bir türküm hamildor ayollarını yığıp 2007 yılı 5. bolasını mecburi çürüvetken. 1990 yıllarda tug'ut doktoru bo'lgan Shamsiya Xo'pirning aytishicha, u uyma-uy kirib kimning homildor yoki emasligini tekshirgan. Agar bireylar normadan ortiq tug'ut bo'lsa, hukumat tarafdan bu oilaning uyini chiqib etadi. 2010 yılı qo'lga ilingan va qiyin qissaga ilingan tavakkul bo'lsa, enisining arabcha diniy kitob nashr qilganligi qatorliq sabablar bilan doirlar uni so'roq qilgan va urgan. Amerika prezidenti Biden mablag' selish cheklangan Xitoy shirkatlarining tizimligini kengaytirdi. Amerika prezidenti Biden Amerikaliklarning Xitoy armiyasi bilan munosabati bor deyilgan Xitoy shirkatlariga mablag' selishni cheklashni kengaytirdi va texnik ko'p shirkatlarni qora tizimlikka kirgizdi. Payshanba kuni Biden imzolagan ma'muriy buyruq Amerika mablag' selishni cheklaydigan Xitoy shirkatlarining umumiy sonini 59 ga yetkazdi. Biden hukumatining sobiq prezidenti Trump qoldirib ketgan Xitoyga qaratgan bir qism qattiq siyosatlarini davomli yo'lga qo'yganligi ko'rsatildi. Biden hukumati bu harakatning Trump davrida tarqatilgan qonunda kamtik bo'lgan ma'muriy buyruqning doirasini kengaytganligini bayon qildi. Biden mundaq dedi: Bundan boshqa men Xitoyning Xitoy Xalq Jumhuriyati sirtidagi kishilik huquqni bostirish yoki ig'ir dafsanda qilish uchun nazorat qilish texnikasini taraqqiy qildirish yoki ishlatishning odatdan tashqari va alohida tahdid shakllantirganligini bayqadim. Ma'muriy buyruqda bu cheklashning tizimlikdagi shirkatlarga 2 avgustdan boshlab yo'lga qo'yilganligi ko'rsatilgan. Xitoy doiralari bir qism chet el markalaridagi bolalar kiyim-kechaklari va boshqa bolalar mahsulotlarida sifat va bexatarlik masalasi borligini e'lon qildi. Buning ichida ilgari Sharqi Turkiston paxtasi talash tortishiga qatnashgan ba'zi markalar bor. Xitoy Tamojna bosh mahkamasi 6 oyning boshida uqtirish tarqitib, 2020 yili 6 oydan 2021 yili 5 oygacha tekshirish aniqlab sifat va bexatarlik jihatda layoqatsiz bo'lgan import qilingan bolalar mahsulotlarini e'lon qilgan. Buning ichida bolalar kiyimlari, bolalar o'yinchoqlari, bolalar chichotkasi qatorliq 5 turdagi 81 turkum mahsulotlar bor. Uqtirishda munosabatli qo'shimcha jadvallar berilgan bo'lib, jami 16 marka chetilgan. Xinhua agentligining o'z ichiga olgan nurg'un Xitoy taratqullarining bu vaqtdagi xabarida Nike, Zara, H&M va boshqa markalarning ismi tilga ilingan. Beijing hukumati g'arb hukumatlari va kishilik huquq tashkilotlari tomonidan Sharqi Turkistonda kishilarni lagerlarda ishlashga majburlagan deb ayblangandan keyin g'arb markalari Xitoy davlat taratqullarining nishoniga aylandi. Xitoy yer shari televiziya tovarining xabariga qaraganda, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan telefonlashgan Xitoy prezidenti Shi Jinping ikki tarafning xalqaro qatnash va Osiyo oboriti hamkorligini cho'nqurlashtirib, Osiyo-Yevropa qatnash koridori qurilishini qo'llashi va rayon aloqasini kuchaytirishi kerakligini ta'kidlagan. Shi Jinping Ozarbayjonning Xitoyning bir balvoq bir yo'l planidagi muhim hamrohi ekanligini, ikki taraflik munosabatning yangi tarixiy boshlanish nuqtasida turayotganligini eskartib, an'anaviy do'stlikni yanada ilgari surib, o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini cho'nqurlashtirib, o'zaro qo'llashni kuchaytirishni talab qilgan. Amerika taratqullari e'lon qilgan virusga qarshi turish mutaxassisi Fauci'ga tava elektronlik yo'llanmalarga asoslanganda, Amerika bosh ommaviy sayya amaldori Wuhan virusining Xitoy tajribaxonasida ishlab chiqarilganligi to'g'risida ogohlantirgan va ogohlantirishga astoydil muomala qilgan.
BuzzFeed tarafidan e'lon qilingan 3200 betdan ortiq elektronli xatga qaraganda, Fauci koronavirusining tarqalishining dastlabki bosqichida virusning tabiiy sabablar tufaylidan kelib chiqqanligini ochiq-oshkora so'zlagan bo'lsa-mu, uning yuqumning boshlanish markazi bo'lgan Wuhandagi tajribaxonada ishlab chiqarilganligi to'g'risidagi ayblashlar haqida ogohlantirgan va bu ogohlantirishlarni nazarga olgan. Yaqindan buyon Xitoy virusining Wuhandagi tajribaxonada ishlab chiqarilganligi haqida yangi talash-tortishlar o'tirg'i chiqishga boshladi.